Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nihoyatda bir halim zot bo'lganlar. Beparvo zot bo'lmaganlar. Shunday u kishi o'sha xafa bo'lib, yig'lab o'tirgan bolani oldiga borganlarida sahobalar ham hammalari ergashib bordi. Sahobalarning odati Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan oldin gap gapirishlik odatlari yo'q edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam izn bersalar gapirardilar, bo'lmasa jim turardilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam birinchi kelib o'sha yosh bolani peshonalarini siladilar va aytdilar: "Limaza tabki ya sibyan?" Nimaga yig'layapsan ey bolajon? Seni yig'latgan narsa nima deb so'radilar. Shunda u bola aytdiki, Rasulullohni tanimaydi u bola, yosh bola. Men yetimman. Otam urushda halok bo'lgan. Onam bir muddat qiynaldida oxiri bitta erga tegdi. O'gay otam bor. O'gay otam bugun hayit kuni bo'lishligiga qaramasdan, qarasam hamma bolalar xursand bo'lib yuribdi. O'gay otamdan men ham yangi liboslarni, yangi yaxshi narsalarni talab qilsam, meni uydan haydab yo'qol sen deb turib uydan haydab chiqarib yubordi. Qarasam hamma bolalar xursand, men mahzunman. Meni otam bo'lganda men ham mana bundoq xursand bo'lardim.